Bizda yolg'on gap yo'q. Hop hop. Mana buni qarang. Afg'on desak odamlar ishonadi. O'zimiz Qashqadaryo mesni qo'yini bo'lasiz. Ha. Ko'ryapsiz? Kallasiga qarang. Mana shunday qo'ydi. Sotishyapti-da, $500, $600 sotishyapti. Afg'on deb. Afg'on deb. Bizga bunday narsa kerak emas. Mana ko'ryapsizmi? Mana bizda olib ketib ham sotib ursa ham bo'laveradi bemalol-da. Mana chista afg'on deb o'ylash mumkin, lekin afg'on emas, bu hisori qo'ydi bola. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, akalar, mana shunaqa sariq hisori qo'ylardan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lganda, akalar, mazza qilib mol qilaman deydigan yurtdoshlarimiz uchun sariq variantlaridan, akalar, hisori variantlaridan xudo xolasa sotuvga qo'yildi. Do'stlar, xudo xolasa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishloqidan Navruz akamiz oldiga yetib keldik. Navruz akamiz bu safar akalar sariq qo'zilarni xudo xolasa olib kelibdilar do'stlar. Do'stlar, qo'zilarni bitta bahosini berib qo'yinglar. Shunaqa sariq qo'ziga ayniqsa akalar Samarqandlik aka-ukalarimiz, Buxorolik aka-ukalarimiz akalar so'rashadi. Mana shunaqa sariq qo'zilarni nasib bo'lsa mana akalar bemalol kelib barakasini bosib olsanglar bo'ladi. Qo'zilarni akalar yaqindan ham, uzoqdan ham bemalol sifatiga, etiga, suyagiga, yiriligiga, gazlari uzunligiga bir xillar akalar mana tulab ketishni boshlagan akalar xudo xolasa qo'zilar. Mana shu qo'zilarni hozir Navruz akamizdan to'liq ma'lumotini so'rab o'tamiz. Realni qo'zini sari variantlaridan, hisorlardan olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, akalar mol qilishga bemalol kelaverasizlar. Navruz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ilhomjon, yaxshimisiz? Charchamayapsiz aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Xudo xolasa, endi sariq qo'zilardan olib keldingiz. Sariq qo'zilardan olib keldik, Ilhomjon. Ishqibozmatlari juda ko'p, lekin sifatlarida olib keldik. Qarang, qo'chqorchalar bor, 2 dona urg'ochisi bor, Ilhomjon. Mana qarang. Bu qo'chqormi bu? Qo'chqor bular. Qo'chqor, urg'ochlari qaysi bular? Mana hozir urg'ochisini ko'rsataman, mana qo'chqorlar qarang. Endi qarang, bitta gapda Ilhomjon. Bizda yolg'on gap yo'q. Hop hop. Mana buni qarang. Afg'on desak odamlar ishonadi. O'zimiz Qashqadaryo mesni qo'yini bo'lasiz. Ko'ryapsiz? Kallasiga qarang. Mana shunday qo'ydi. Sotishyapti-da, $500, $600 sotishyapti. Afg'on deb. Afg'on deb. Bizga bunday narsa kerak emas. Mana ko'ryapsizmi? Mana bizda olib ketib ham sotib ursa ham bo'laveradi bemalol-da. Mana chista afg'on deb o'ylash mumkin, lekin afg'on emas, bu hisori qo'ydi bola. Hisori qo'ydi bolasi, mana. Ko'ravering. Mana bular qulog'iga e'tibor bering, Ilhomjon. Hop hop hop. Mana qarang. Qulog'ini qarang. Yo, boz qarang, boz. Bu katta qo'z. Ko'rsating. Shalpan quloqlari bor-da ichida. Ko'rsating qa? Mana qarang. Akalar mana, mazza darlari bor ichida. Bizga unday narsa kerak emas. U Edilbay, Arashan, unaqa narsa kerak emas. O'sha Edilbay, Arashanlarni aka, bular yurgan joyga yursa, yurolmaydigan holatda. Shunaqa quloqni qarayman. Gap, mana. Bizga quloq kerak emas, bizga sifat kerak, Ilhomjon. Gap yo'q. Men qarang, o'zingizdan havas qilib olganmisiz deyman, lekin roza bir mazza qilib maqtayapsiz-da. Nechi bosh edi bu? Bu 26 bosh. 26 bosh. Bular necha oylik aka? Bular 5 oylik, 6 oylik qo'zi. 5 oylik, 6 oylik. Hammasi qo'shqar, ikkita urg'och bor. Men ham tirikchilikdagi odamman. Endi egasini gapi Dehqonobod tumanidan olganman, Ilhomjon. Egasini gapi 2 yil oldin bir sariq qo'y olib kelgan ekan. Marg'ilondan. Hop hop. Shundan tushgan qo'zilar deydi. U Edilbaymi, Arashanmi bilmadim, xullas men uchun hisori qo'y. Qashqadaryo qo'y, Ilhomjon bular. Gap yo'q, akalar, Qashqadaryoni asl xudo xolasa mana shunaqa sariq hisori qo'ylari do'stlar. Sariq hisori qo'ylari mana. Gap yo'q, bittala ko'rib olamiz do'stlar. Shunaqa qo'zilardan, akalar, hisorilardan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lganda, bemalol chiqaverasizlar mana. Bittalar. Ikkita urg'ochisi bor. Ikkita urg'ochisi bor, yebishlardan bo'lma yo'q, ha? Yebishlarga javob, xudo xolasa garantiyasi bor. Yebishlarga xudo xolasa akalar javob, garantiyasi bor ekan. Kelasizlar, ko'rasizlar, ustida bemalol savdosini bitirib ketaverasizlar. Chap sirg'asi bor. U sirg'ani o'zim qo'ymaganman, egasini sirg'asi bu mana. Egasini sirg'asi. Ko'rsating-a? Egasini sirg'asi. MS nomerlar bilan yozilgan. Hammasiga taqilmagan. Hammasiga taqilmagan. Bir ikkita qo'ylarga soqmay qolgan, quloqlari butun. Gap yo'q. Akalar bemalol kelib ko'rib bahosini berib qo'yasizlar. Shunaqa boyagi akalar sariq qo'zilarni hisor variantlaridan so'raganlar bor edi. Navruz aka endi bu narxini nechta pul qilib beramiz? Bu narxini unday osmon baho qo'ymaymiz. $500-600 degan narx bo'lmaymi aka? Yo'q, unaqa narx bo'lmaydi. Bozorda ko'ryapsiz, o'sha sariq qo'yga ehtiyoj talab kuchli bo'lib ketgani uchun bozorda sariq qo'y topish qiyin bo'lib qolyapti. Topish qiyin bo'lib qolyapti-ku. O'sha narsalarni inobatga olib bunday baland baho qo'ymaymiz, Ilhomjon. Xullas 4 million 100 ming so'mdan endi bir kishi oladigan qo'y-ku. Bir kishi oladigan. 4 million 100 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi. Oxiri. Kesin yana o'tadi. 4,5, 47, 48 unaqa baho kerak emas. Mana shu qo'zilaring bitta. Qarang, ketaveraman. Qo'zilarning poychasiga qarang.
Oqboshlarni qarayman. Ko'ryapsizmi? O'zi tulakka kelib qolgan Ilhomjon. Lekin shuni o'zini alohida 5 so'rasa bermaysiz, ha? Endi 5 so'rasa qiyin deydi. Men buni qarang, men buni agar hozir telefon qilsa ham ko'p odam biladi-da buni. Bu sal sorti boshqacharoq bularga nisbatan endi. Aha. Biz uchun hisori-yu, lekin boshqacharoq, sifatli ham, o'sishi ham qarang. Buni. Yakka o'zini so'raganlarga boshqa narx bo'ladi. Optimga oladiganga 4 million 100 mingdan dastlabki qilib beraman. Gap yo'q. Akalar ulgurib qolamiz. Xudo xolasa kelishtirib ham beraman, telefon qilsin. Xudo xolasa kelishtirib ham beriladi. Bitta mana shu oqbosh urg'ochi ekan, ikkita emas ekan, bitta ekan. Uchta ekan mana. Bitta ekan. Ha, bitta ekan mana. Bitta shu urg'ochi ekan. Bitta mana shu. Qoladi urg'ochi qolaversa o'zimga aka. Gap yo'q. Xohlasangiz taylab ketaveringlar, narxi o'zgarmaydi-a? Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Akalar shoshilib qolinglar, pastda Navruz akamiz nomlarini qoldirib qo'yaman. Tanlab olishga narxini alohida akamiz bilan kelishaverasizlar. Optimaga esa mana shu 4 million 100 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bemalol olib ketaversanglar bo'ladi do'stlar.